8-chi misolni ko'rib chiqamiz. Demak, bizga logaritm 81 asosga ko'ra 98 ildizda 3 berilgan. Buni hammasini logaritm 6 asosga ko'ra keltiramiz. Logaritm 6 asosga ko'ra 98 ildizda 3 taqsim logaritm 6 asosga ko'ra 81 barobar logaritm 6 asosga ko'ra 98 ni 49 karra 49 ko'paytirilgan 2 karra ildizda 3 qilamiz. Taqsim logaritm 6 asosga ko'ra 81 3-ning 4-chisi barobar logaritm 6 asosga ko'ra 7-ning kvadrati plyusdan logaritm 6 asosga ko'ra 2 plyusdan logaritm 6 asosga ko'ra ildizda 3 qilamiz. Taqsim 4 da logaritm 6 asosga ko'ra 3 barobar 2 da logaritm 6 asosga ko'ra 7 plyusdan logaritm 6 asosga ko'ra 2 plyusdan 3 ni ildizda 3 ni 1 taqsim 2 3-ning 1 taqsim 2-chisi qilib olamiz. 3-ning 1 taqsim 2-chisi qilamiz. 1 taqsim 2 oldinga tushadi. 1 taqsim 2 logaritm 6 asosga ko'ra 3 taqsim 4 da logaritm 6 asosga ko'ra 3 barobar. Endi berilgan shartlar mana bularni maydalab chiqamiz. 7-ning ayinchisi barobar 6. Bularni ham hammasini 6 asosga ko'ra keltiramiz. Buni 6 asosga keltirganimiz uchun mana buni ham 6 asosga keltiramiz. Demak, logaritm 6 asosga ko'ra 7-ning ayinchisi barobar logaritm 6 asosga ko'ra 6. A karra logaritm 6 asosga ko'ra 7 barobar 1. A barobar 1 taqsim logaritm 6 asosga ko'ra 7. Ya'ni logaritm 6 asosga ko'ra 7 ni o'rniga 1 taqsim A ni qo'yamiz. Endi ikkinchisini maydalaymiz. Logaritm 6-ning birinchisi barobar 12. Buni ham maydalaymiz. Logaritm 6 asosga ko'ra keltiramiz. Logaritm 6 asosga ko'ra 6-ning birinchisi barobar logaritm 6 asosga ko'ra 12. Kelib chiqadi. Shuni yozyapman, tushunasizlanasiz. B barobar logaritm 12 ni 6 kare 2 qila olamiz. 6 kare 2 6 asosga ko'ra 6 plyusdan logaritm 6 asosga ko'ra 2 barobar B barobar qilaylik birdan. B barobar 1 plyusdan logaritm 6 asosga ko'ra 2. Endi logaritm 6 asosga ko'ra 2 kerak bizga. Shuni topib olamiz. Logaritm 6 asosga ko'ra 2 barobar B minusdan 1. Keyin ozgina bitta narsani topamiz. Shuni kerak bo'ladi. Endi bizga logaritm 6 asosga ko'ra 3 ham kerak. Logaritm 6 asosga ko'ra 3 ni logaritm 6 asosga 6 asosga ko'ra 3 ni ham maydalaymiz. Logaritm 6 asosga ko'ra 3 barobar logaritm 6 asosga ko'ra 6 taqsim 2 qilamiz. Barobar
logaritmni ko'rsatkichida a taqsim b ko'rishdagi son bo'lsa, buni logaritm a asosga ko'ra kasrni surati minusdan logaritm a asosga ko'ra kasrni mahraj ko'rinishida yozishimiz mumkin. Barobar 1 minusdan logaritm olti asosga ko'ra 2 barobar. Bizga logaritm olti asosga ko'ra 2 mana bu narsa berilgan. Bu yoqqa o'rniga qo'yamiz. Demak, logaritm olti asosga ko'ra 3 barobar 1 minusdan b minus 1 barobar logaritm olti asosga ko'ra 3 barobar 2 minusdan b. Endi hamma narsani topib oldik. Joyiga qo'ysak bo'ldi. Barobar 2 ta logaritm olti asosga ko'ra 7. 6 asosga ko'ra 7 1 taqsim a. 2 kara 1 taqsim a plyusdan logaritm olti asosga ko'ra 2 b minus 1 plyusdan 1 taqsim 2 logaritm olti asosga ko'ra 3. 2 minusdan b taqsim 2 taqsim 4 kara logaritm olti asosga ko'ra 3. 2 minus 1 2 minusdan b ekan. 2 minusdan b barobar. Qisqartirib javoblarni yozib chiqamiz. Mana bu yoqda yozaman davomini. 2 taqsim a plyusdan b minus 1 plyusdan 2 minus b taqsim 2 taqsimda 4 kara 2 minus b qilaylik shuni. 2 minus b barobar. Umumiy mahraj beramiz. Suratga 2 ta a dan 4 plyusdan 2 ta a kara b minusdan 2 ta a plyusdan 2 ta a minusdan a b taqsimda 2 ta a kara 4 kara 2 minus b barobar. O'xshashlarni ixchamlaymiz. 4 minusdan 4 plyusdan ab 4 plyusdan ab mana bu ketdi. Minusdan 2 ta a plyus qisqarib ketgan taqsim 8 ta a kara 2 minusdan b soddalashtirilgan ekan. 4 plyusdan ab taqsim 16 ta a minusdan 8 ta b 8 ta b kara a 4 plyusdan ab 16 ta minus 8 ab. A javob to'g'ri.